Akalar, bunaqa testlar juda ham ko'payib ketdi. Broneplenkani bu tarzda test qilib tekshirish juda noto'g'ri bo'ladi. Men hozir sizlarga buni fishkasini tushuntirib o'taman. Videoning boshidagi test любой broneplenkada aslida bo'lishi kerak bo'lgan xususiyatlardan bittasini tekshirish uchun qilinadigan test. Bu degani o'sha plyonkaning ustidagi top kodi o'zini tiklash xususiyatini qanchalik ko'rsatib bera oladi. Men sizlarga hozir sal boshqacha test ko'rsataman. O'zbekiston sharoitida bo'ladigan narsalardan bittasi bu broneplenkani sarg'ayib ketishi. Bir xil broneplenkalar 1 yilga bormasdan bitta yozda o'zida sarg'ayib ketyapti. Ayniqsa bu oq mashinalarda juda ham bilinadi. Oq mashinalarda agar mordan o'ziga uriladigan bo'lsa yoki to'liq kuzov broneplenka qilinadigan bo'lsa, sariq attenka paydo bo'lib qoladi. Yillar o'tib bu juda ham bir sarg'ayib ketadi, mashinani xunuk ko'rinishga olib kelib qo'yadi. Ikki xil plyonkani ishlatamiz. Bu 90% O'zbekistonda ishlatiladigan o'sha poliuretan dan tayyorlangan broneplenka. Bu bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston bozorida yengillik hisoblanadigan polikarbonat uretan plyonkasi. Bu bilan buni qanaqa farqi borligini men hozir sizlarga qisqacha testlarda ko'rsatib tushuntirib beraman. Yodda tekshirib ko'ramiz. Nimaga imенно yodda? Yodda ximik tarkibi kuchli bo'lgani uchun reaksiyaga kirishishi, poliuretan bilan polikarbonat bilan reaksiyaga kirishishi tez bo'ladi. Sarg'ayishini tezroq bilib olsa bo'ladi shunda. Plyonkani yodga solgandan keyin ozgina muddat ushlab turamiz. Reaksiyaga kirishini ozgina qo'llash kerak. Yodga botirib olganimizdan keyin keyingi navbatda rastvoritelga ozgina botiramiz, ustidagi kraskalari o'chib ketishi uchun. Sarg'ayishni ko'rishingiz mumkin. Poliuretan mahsuloti sarg'ayishga одержимый ozgina bo'lsa ham texnologiyasi babi shunaqa bu plyonkani. Navbatda polikarbonat mahsulotini yodga tiqib ko'rsataman. Keyin xuddi shu tarzda rastvoritelda chayib olamiz. Xo'p o'rtoqlar, farqini ko'rishingiz mumkin. Farqi naglarni. Даже poliuretan mahsuloti ozgina erib ham ketdi, o'shanga buklanib qoldi. Sarg'ayish bo'yicha babi polikarbonatda yangicha texnologiya bo'lgani hisobiga sarg'ayish nisbatan kamroq. Bundan kelib chiqadiki, polikarbonat mahsulotini oq mashinaga ham, qora mashinaga ham birday ursanglar bo'ladi. O'sha oq qora mashinaga alohida plyonkani esdan chiqarib olsa ham bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarni yangi videolarda kutib qolinglar.